Assalomu alaykum. Bugun sizga Amerikan YouTube kanalingizni qanday qilib to'g'ri rivojlantirish va rekomendatsiya degan narsa bor YouTube'da. O'sha narsaga chiqarib, undan pastga tushirmasdan olib yurishni tushuntirib beraman strategiyasini. Amerikan YouTube haqida gap ketyapti. Hozir sizga tushuntirib beraman Amerikan YouTube va o'zbek YouTube nima o'zi. Hammasi bitta YouTube. Shunchaki Amerikan YouTube degani sizni YouTube kanalingizni ko'rayotgan odamlar amerikalik bo'lishi kerak. Mana sizga asosiy sodda tushuntirish. Xo'sh, o'zbek YouTube degani shu siz qo'yayotgan videolarni o'zbeklar ko'rishi. Farqi shunda. Hozir sizga mana Amerikan kanalingizni yurityapsiz, lekin rivojlanmayotgan bo'lsa, sizga qanday qilib uni to'g'ri strategiya bilan rivojlantirish, hech qanaqa zararli odatlar qo'shmasdan, misol uchun nakrutka, qanaqadir reklama qilmasdan, tabiiy YouTube'da o'zini rekomendatsiyasi yo'li bilan ko'tarishni tushuntirib beraman. Bu joyda asosiy narsani sizni qo'yayotgan videolaringizning soni va sifati rol o'ynaydi. Bir kunda men o'zim haqimda gapiraman. Mana bu ekraningizda ko'rib turgan kanal bir kunda 3 ta video qo'yiladi. Soatlarini ham aytaman, diqqat qiling. Bizni vaqtimiz bilan kech payt 8 da, ya'ni mana kech tushda va soat 8 da bitta 15 minutlik video bu kanalga katta video qo'yiladi. Diqqat qiling, shorts emas, katta video. Bitta 15 minutlik video juda ham zo'r dublyaj qilingan va amerikaliklarga yoqadigan qilib qilingan video xullas. Videoni o'ziga ham e'tibor bering, qanday montaj qilayotganingiz haqida. Xo'sh, bizni vaqtimiz bilan keyin 12:00 da yana bitta video. O'sha 15 minutlik video. Balkim 16 minut, 18 minut. Lekin jay unaqa vaqtini ko'p qo'yarsangiz ham oxirigacha ko'rilmasa, rekomendatsiyaga ta'sir qiladi. Ko'rinmay qoladi. Xo'sh, 16 minutlik video qo'yasiz 12 da. Ya'ni tungi, bizda tun bo'ladi, amerikaliklarda hali obed bo'ladi. Obed vaqtlari shunaqaga to'g'ri keladi. Xo'sh, bizni vaqtimiz bilan keyin 3-videoyingiz. Hozir ikkita video qo'ydik. Diqqat qilib turibsizmi videoga? Sal tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin video. Diqqat bilan tushuning. Har bitta so'zga e'tibor berib tushuning. Oxirida sizga juda zo'r tavsiya beraman. Qarang. Hozir siz Amerikan kanalingizga bitta 8 da video qo'ydingiz, bitta 12 da video qo'ydingiz. 3-videoni bizni vaqtimiz bilan ertalab namoz paytida 4 da. Orasi 4 soatdan vaqt bo'lyapti. Diqqat qiling mana. 8 va 12 ning orasida 4 soat vaqt bor. 12 dan 4 bilan orasida yana 4 soat vaqt bor. Bo'ldi. 24 soat ichida 3 ta video yetadi bitta kanal uchun. Katta video. Bu holatida siz 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta kanalni yuritishga vaqtingiz yetadi. Agar siz bitta kanalni ushlab olib turib, uni mana shundan ko'proq daromad olaman deb turib 10 ta video qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Tushuntira oldimmi? 2 ta, 3 ta bitta kanalga bir kunda. Yetarlidan ortiq darajada bo'ladi o'sha narsalar. Keyin sizga yo'nalish muhim bo'ladi bu joyda. Katta rekomendatsiyaga chiqish uchun. Chunki qarang, sizga juda sodda qilib tushuntiraman. Sizni qo'yayotgan videolaringizni tomosha qilayotgan tomoshabin ko'rishiga arziydimi degan savolni o'zingiz bering. Men amerikalik bir bolaman, tasavvur qiling. Ertalab choy ichganda YouTube'ga kirdim va sizning videoingiz chiqdi. Bosdim. Oxirigacha ko'rishga arziydimi videoyim? Yo zerikib uxlab qolarim, bor, undan zo'r videolar borki, YouTube'da deb boshqasini ko'rib ketarmi? O'sha narsaga ahamiyatli bo'ling. Demak, videoingizni har bir soniyasini qiziq qilishga harakat qilib boring. Bu birdaniga bo'lmaydi. Har kuni ozginadan bilim o'zlashtirsangiz, misol uchun bir kun mana bunaqa montajni o'rgandingiz, bir kun mana bunaqa montajni o'rgandingiz va bu oylar davomida sizning videoingiz o'ta qiziqarli va tomoshabin kutib o'tiradigan darajaga keladi. Boshlanishiga oddiyroq videolar ham bo'ladi sizga Amerikan YouTube kanalingizga. Xo'sh, sizga mana shu strategiyalar o'rgatdim. Eslab qoling, yana bir qaytaraman. Bir kunda 3 ta video, 15 minutlik katta video. Previewsini qarang. Ko'pchilikda muammo bo'ladi-da, preview qiyin. ChatGPT bor, to'g'rimi? ChatGPTga mana shunaqa ko'rinishda preview qilib ber desangiz, u sizga xo'p bo'ladi deb chiroyli qilib tayyorlab beradi previewni. Muammo yo'q. Boshqa sun'iy intellektlar bor, preview tayyorlab beradigan. Hozir dizaynerlarda ishini ham olib qo'ydi. Mana shu sun'iy intellekt. O'shaning uchun xohlagan
prevyingizni shundoq yozsangiz, ko'rinishini sizga chiroyli qilib preview tayyorlab beryapti. Tushuntira oldimmi? Sizga tavsiya berib o'tib ketaman oxirida. Qarang, men 4 yillik Amerikan youtuberman. Mana shu o'zim 2005-yilman. Maktabda 10-sinfda o'qib yurgan paytimdayoq YouTube bilan shug'ullanardim. Va sizga bir tavsiya beraman. Agar siz natija cho'zilib ketayotgan bo'lsa, siz natijaga chiqa olmayotgan bo'lsangiz, men siz bilan birgalikda natijaga chiqishni tavsiya beraman. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Siz bilan Telegram lichkada yoki video vizitda yoki telefon qilib gaplashib, har bir qadamingizni nazorat qilib, nima video qo'yishingiz kerak, nechta video qo'yishingiz kerak, soat nechida, keyin kanalingiz pulga ulanayotgan paytda soliq ma'lumotlari, pasport, kod chaqirtirib berish, apellyatsiya berish, hammasini qilib beraman. Siz bilan xullas qo'lingizga $1000 pul olmaganingizcha birga bo'laman. Xizmat narxim boshida siz bilan misol uchun ishlashni boshlaymiz deb kelishdik. Boshida siz 319 ming so'm to'lov qilasiz. Eslab qoling, 319 ming so'm to'lov bor boshida. Shunchaki tavsiya. O'sha pulingizni olgandan so'ng siz bilan dasha ishlashamiz. Natijaga chiqqaningizcha birga bo'laman. Har qanday savolingizga javob beriladi. Bu tavsiya. Ajoyib tavsiya bo'ldi sizga. Hozir bir o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Natijaga chiqa olmayotgan bo'lsangiz shunchaki tavsiya. Bu meni yonimga qanaqadir pul qilib olish emas. Narxi ham juda arzon, ko'rib turibsiz. 319 ming so'm to'lov bor. Lekin buni evaziga sizga juda ko'p vaqtimni sarflayman, juda ko'p asabimni, har qanday savolga javob berib o'tiraman misol uchun-da. Endi o'zimni ishlarni ortgan vaqtda javob beraman endi. Doim siz savolga javob berib o'tirsam, bu yoqda Amerikan kanallarni kim yuritadi, to'g'rimi? 15 ta Amerikan kanali yuritaman, 15 ta. O'shaning uchun sizga shunchaki tavsiya. Natijaga chiqa olmayotgan akamiz, ukamiz bo'lsa, shunchaki tavsiya berib o'tib ketyapman.